Idealniy medavikni xato va sirlari. Karamelniy medavik bu retsept menga Kiyev shahridan esdalik. Birinchi xato medavik uchun sun'iy asaldan qo'llanish. Medavik nomi bilan asal torti, faqat tabiiy asal ishlatamiz. Diqqat, muhim sirlari oddiy shakar o'rniga trosnikovoy shakar ishlatamiz. Undan tashqari xamiriga koritsa va yarimta apelsin so'ki qo'shamiz. Ikkinchi xato medavikka temniy korичневый rang berish maqsadida haddan tashqari qovurish. Bu holatda medavik gorki chiqadi. Trosnikovoy shakar nafaqat karamelli mazza va chiroyli rang beradi. Sariyog' erishi bilan shakar, asal, chaynak soda, apelsin sokini qo'shib, rangi shu holatga kelguncha qovurib olamiz. Qovurilgan massa tuxum pishib qolmaydigan darajada iligandan keyin tuxum qo'shib xamir tayyorlashni boshlaymiz. Uni ikkiga bo'lib qo'shamiz va har safar yarim qoshiqdan koritsa qo'shamiz. Tayyor bo'lgan xamirni strech bilan rulet shaklida o'rab olamiz va 3 soatga xolodilnikka qo'yamiz. Xamir muzlab qattiq bo'lgandan keyin 6 ga bo'lib 25 sm qolip uchun mo'ljallab yoyib chiqamiz. Duxovkani 220 darajada qizdirib, ko'rishlarni 6 daqiqa davomida pishiramiz. Ko'rishlar pishib chiqqandan keyin issiq paytida qolip bilan bosib formaga kirgizib olamiz. Muzlik qaymoqqa ozgina saharniy pudra qo'shib ko'pirtirib olamiz va tvorojniy sir qo'shib ozgina aralashtirib olamiz. Undan keyin esa kremga karamel qo'shamiz va karamel birlashib ketguncha aralashtiramiz. Medavik 6 qavatdan iborat, har bir qavatiga krem va duxovkada qovurilgan, tozalangan yong'oq qo'shamiz. Uchinchi xato medavik yig'ilgandan keyin darrov iste'mol qilish. Medavik propitkasi uchun kamida 6 soat vaqt kerak. 17 yoshimda kiyevlik ustozim Lyudmila Pankiyevadan olgan barcha sirlarimni ko'rsatib berdim. Retsept sizga foydali bo'lgan bo'lsa, meni duolaringizni eslab qo'yishingiz yetarli.